Rishtonni Xo'jaylg'or mafiyasida sizlarga 10 sotix joy topib qo'ydim. Birgalikda hozir obzorini qilamiz. Bo'lsa ham zo'r lokatsiyada 10 sotix joyimiz, dokumentalniy 8 sotig'i bor ekan, 2 sotig'i qo'shimcha. Qaranglar, yaxshilab. 3 ta xonasi bor, yashashga tayyor, yaxshi remontda. Mana ichlarini ko'rayotgan bo'lsanglar, steyashkalarni qilib qo'yib, chiroyli qo'ygan. Bu joyda sraz aytaman, o'zimiz katta bo'lgan mahalla, gaz, suv, svetdan mana umuman muammosi yo'q. Yaxshilab eshitinglar. Xohlasanglar, mana yashaydigan tomonini mana blokgacha olsanglar 5 sotix. Faqat tezda ulgurib qolinglar. Dokumentidan ham muammosi yo'q. Masalan, bu tomonini ham olsangiz bo'ladi. Polni o'ralgan zabor bilan mana joy. Mevalari bor, mana o'zlaringiz ko'ryapsizlar. Lokatsiyasi ham zo'r, yerlari yumshoq. Dahshat. Oldingizda kottejlar qurilyapti. Vaqtim dahshat. Qidirib yurganlar, so'raganlar bor edi. Akalarim, opalarim ulgurib qolinglar. Yaxshi joyda. Tinch hudud. Vaqtim dahshat. Xohlasanglar, olib olinglar mana. 8 sotix dokumentalniy, 10 sotix ekan o'zi aslida. Narxini eshitinglar, narxi ishkalat chiqdi. $47,000 ham tushib berishadi. Bosinglar, xohlasanglar yarmini olinglar dogovor qilib. Xohlasanglar bu tomonini olinglar. Ikkiga bo'lib sotiladi xullas. Manzil esa o'taman Rishtonni Kalsosidan Tomojniga qarab kelayotganingizda, Dilmurod marketning oldidagi mahalladan ham 200-300 metr kirganingizda yoki naryoqdan ham kirsangiz bo'ladi.